Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 17, 18, 19 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 17-22 daraja, kunduz kunlari 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduz kunlari esa 38-33 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 18-23 daraja, kunduz kunlari 31-36 daraja issiq bo'ladi. Ba'zi hududlarimizda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduz kunlari 36-41 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi.